Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidagi Barkamol avlod bolalar maktabiga ommaviy axborot vositalari vakillari uchun press tur tashkil etildi. Jurnalistlar maktabda yaratilgan sharoitlar, o'quvchilarning shu paytga qadar erishgan natijalari bilan yaqindan tanishdilar. Baykalur shahridan borib, 2 oltin medal va 1 bronza medalni qo'lga kiritib keldilar. Rashid Tashayev To'rtko'l tumani Barkamol avlod bolalar maktabining 20 yillik tajribaga ega raketa model to'garagi rahbari va shu bilan birgalikda milliy va xalqaro tanlovlar ishtirokchisi. Bu raketa model sporti bo'yicha O'zbekiston chempionatlarida ko'p musobaqalarda qatnashib faxrli o'rinlarni olganmiz. 2024-yil 14-18 sentyabr aralığında Qozog'iston Respublikasi Baykonur shahrida raketa model sporti bo'yicha xalqaro musobaqa bo'lib o'tdi. Birinchisi Baykonur kosmodrom kubogi musobaqasi, ikkinchisi Karkata. 2 bosqichli musobaqa bu. Xalqaro musobaqa bir de Rossiya, Belorussiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston komandalari qatnashdi. Bir qancha yutuqlarni qo'lga kiritib kelayotgan To'rtko'l tumani Barkamol avlod bolalar maktabi hozirgi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha namunaviy maktablar ro'yxatiga kiritilgan. Barkamol avlod bolalar maktablarida o'quvchilar qamrovini yanada oshirish, ayniqsa chekka qishloqlardagi maktablarda o'quvchi yoshlarning qiziqishlariga qarab 59 ta tarmoq to'garaklari tashkil qilingan. Bunun tekrarғы maqsadi bizler eng chetki avul mekteplеріндегі o'quvchi yoshlarni Barkamol avlod bolalar mekteplерінің дөңгелектеріне ағза қылу hamda келешекте олардың тура кәсіп таңлауына бағдарлау болып есептелінеді. Қазіргі күнде біздердің Баркамол авлод балалар мектептерінде мектептен тысқары білімдендіру нәтижелігін асыру hamda дөңгелектердің жұмыстарын және де жеделдестіру мақсатында бүгін То'rtko'l район Barkamol avlod балалар мектебінде семинар тренинг шөкеместіргенбіз. Бұл семинар тренингді шөкеместірудің мақсат осы мектептерге оқушылар қамрауын және де асыру hamda дөңгелектердің нәтижелілігін және де асыру болып есептелінеді. Hozirgi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasida to'garaklar faoliyatida samarali natijalarga erishib kelayotgan 7 ta Barkamol avlod maktablari klaster usulidagi maktablar sirasiga kiritilgan. Bu klaster usulunдағы мектеп дегеніміз қандай? Ол жерде қайсы Баркамол авлод балалар мектебінде дөңгелектер жоғары дәрежеде рауажанған болса, соны Өзбекстан көлемінде басқа уәлаятларменен біргелікте тәжірибе алмасу мақсатында шөкеместірілген. Мәселен, осы To'rtko'l районын мысал етіп алсақ, бұл жерде шахмат федерациясымен біргелікте шөкеместірілген шахмат шашка дөңгелегі бар. Ол жерде оқушылардың нәтижелері жүдайым жоғары дәрежеде. Жақында ғана Өзбекстан Республикасы көлемінде біздерде Баркамол авлод балалар мектептер дөңгелек ағзалар арасында шахмат бойынша жас чемпион жарысы өткерілді. Бұл жерде қызлар арасында өткерілген жарыста бұл жерде оқушымыз бірінші орынды алды, һәм Өзбекстан басқышына жолдама алды. Qoraqalpog'iston Respublikasida faoliyat olib borayotgan Barkamol avlod bolalar maktablarida joriy yildan boshlab xalqaro ta'lim dasturi bo'yicha to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yilgan va tajriba sinov tariqasida maktabdan tashqari ta'limga joriy qilinmoqda. Bunda asosan pedagog kadrlarning bilimlarini mustahkamlash va ularning tajribalarini yanada oshirish maqsadida Respublika Barkamol avlod bolalar maktabi tomonidan o'quv kurslari tashkil etilmoqda.